Assalomu alaykum hammaga. Bugungi ish jarayonimizni qisqacha tanishtirib o'tamiz. Baraka avtogazda bo'layotgan ishlar. Trekker mashinamizga propan ustunovka, Sparkga ham propan ustunovka, Nargis trekkerimizga ham propan ustunovka. Toshkent shahridan kelgan. Akkuratli holda ustunovka qilib beryapmiz. Kompyuter jarayonlari, ish jarayonlari o'tyapti. Yo'q, bu damazimizga metan ustunovka olib qo'yganmiz. Vikor balon 65 talik 2,4 ming so'mga original zapchastlar bilan ustunovkani boshlaganmiz, xudo xolasa. Yo'qda bu Nexus 3imizga metan ustunovka 90 talik. Sanfer tushadigan qilib, akkuratli qilib ustunovka qilib beryapmiz. 12simizga 65 talik silindronni propan ustunovkani endi boshlaymiz. Hozir keldi. Nexusimiz vodiydan keyin Andijon tog'alarida balonini surib o'tirgan ekan, eski balonni olib qo'yib yangi balon o'rnatib berdik. Yo'qda ichkarida Haval M6 mashinamiz 3 ta 30 talik, 4 ta 30 talik ekan. 4 ta 30 taligi bilan ideal holda joylab beryapmiz. Haval M6 ga bo'ladi, bo'lmaydi deganlar uchun. Yo'qda bu damazimizga metan endi boshladik. Gentra mashinamizga xudo xolasa original full zapchastlari bilan 4 million 500 ming so'mga Pakka Ferro degan zapchastlar bilan sunib berdik. Damazimiz oldi bo'lgan havalimizga Chempion Miya, Chempion Farsonka, Chempion Reduktor. Xizmatlar bo'yicha pastda raqam qoldiramiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Baraka avtoga.